O'rtacha ish haqi qanday hisoblanadi? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 257-moddasiga asosan o'rtacha ish haqi xodimning 12 oyda ishlagan ish haqidan kelib chiqib hisoblanadi. Agarda xodim 12 oy to'liq ishlamagan bo'lsa, faqatgina ishlagan kunlaridan ish haqidan kelib chiqib o'rtacha ish haqi hisoblanadi. Masalan, xodim 12 oy davomida har oyda 5 million so'mdan ish haqi olgan deylik. Endi bir kunlik ish haqini hisoblab olamiz. Mehnat kodeksining 257-moddasiga asosan bir oydagi o'rtacha ish kuni 25,3 kunni tashkil etadi. Demak, 5 million so'mni 25,3 kunga bo'lamiz va bir kunlik ish haqi bizda 197,628 so'mni tashkil etadi. Xodim deylik 21 kunlik yillik mehnat ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, 21 kunni 197,628 so'mga ko'paytiramiz. Demak, 21 kunlik mehnat ta'tili uchun xodimga 4,150,000 so'm o'rtacha ish haqqi to'lab beriladi. Siz ham o'z oylik maoshingizga qarab yuqoridagi formulaga mutanosib ravishda o'rtacha ish haqqini hisoblab olsangiz bo'ladi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizni kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga.